Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Shaxsiy blogimdagi ilk intervyuga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz ustozlarning ustozi desam adashmagan bo'laman. Bugungi intervyu men uchun bir qandaydir ramziy belgisi bor. Chunki mani shaxsiy fikrim jamiyatimizda o'qituvchilarning o'rni juda ham yuqori bo'lishi kerak va O'zbekistonda ularning o'rni shunaqa bo'lishini orzu qilib qolgan bo'lardim. Nodir opa, assalomu alaykum. Xush kelibsiz suhbatimizga. Assalomu alaykum Otabek, taklif uchun rahmat. Haqiqatda taklif qilganingizda, sizni kanalingizdagi siz o'z dunyoqarashlaringizni ko'rib, menga to'g'ri kelarmikin, nega meni taklif qildilar degan, sizga ham yozdim keyin. Lekin shu aytgan gapingiz haqiqatda juda ham to'g'ri va xursand qildi. Haqiqatda jamiyatda ustozlarning, o'qituvchilarning o'rni beqiyos va bular haqida qancha kam gapirsak shuncha oz. To'ppa-to'g'ri. Ustozlarni ustozi deyishimni sababi bor. Chunki Nodir opa, adashmasam siz nafaqat dars berasiz, balki o'sha o'qituvchilarga dars berasiz. Shuning uchun men ustozlarni ustozi deb aytdim. Bilamiz, siz Mentor Hub asoschisiz, to'g'rimi? O'zbekistondagi turli podkastlar olasiz, suhbatlarda qatnashasiz, yozma ravishda ham sizni intervyularingizni o'qib chiqdim. Qolaversa, LinkedIn degan platforma bor, sizni biografiyangizni bemalol ko'rib olsak bo'ladi. Lekin shunga qaramay, obunachilarimizga Nodira Isamuhamedova kim va hayot yo'llarini bir qisqacha biografiyangizni aytib bersangiz, qayerda o'qigansiz, qayerlarda ishlagansiz, hozir nima bilan shug'ullanasiz? Toshkent shahrida tug'ilib o'sganman. 241-maktabda o'qiganman shu yerda. Va maktab davrimdayoq aytaman, onamlar doim o'qituvchi bo'lgan deb aytardilar. Ko'p intervyularda ham aytganman. Sababi ular uchun 2 oy, 3 oy dam olasan derdi. Asosiy sabab. Asosiy sababi ayol kishi uchun bu yaxshi bir kasb deb nima qilganlar. Lekin asosiy sababi menimcha meni o'zimni bir xususiyatimdan kelib chiqib aytganlar. Chunki doim shu maktab davridanoq sinfdoshlarga ham yordam berib o'tirardim. Masalan, ko'chirishga beradigan. Ko'chirmasdim. Shunda telefon qilardi, demak tushuntirib berib o'tirardim. Onamlar, "Bo'ldi, ko'p gaplashurma, bersangchi ko'chirib ola qolsin" dedilar. "Yo'q, ko'chirtirgani bersam tushunmay qoladi-yu, men unga tushuntirib berishim kerak" dedi. O'sha paytda pedagogический. Shu paytda menimcha o'qituvchilik nima bo'lgan. Lekin o'qituvchi bo'laman deb orzu qilmaganman. 95-yil Jahon tillari universitetiga kirganman, bakalavr, undan keyin magistraturani o'qiganman jahon tillarida. Yo'nalishim tarjimonlik edi va tarjima shu nazariyasi, amaliyoti bo'yicha faoliyat yuritganman va parallel ravishda bakalavr bitirishim bilan shu Jahon tillari universitetda dars berishga taklif qilishgan. Boshida bakalavrda va undan keyin magistraturada dars berib kelganman. Turli xil fanlardan tarjima nazariyasi, tarixi, amaliyoti va keyinchalik bu aynan o'qitish metodikasi bo'yicha dars berganman. 2004-yil Hornby grant asosida, bu hozirgi kunda Britaniya kengashi tomonidan muvofiqlashtiriladi. Shunday hali ham bor, Chindan hali ham bor. Bu aynan ingliz tili o'qituvchilari uchun Hornby granti bor hali ham. U juda bir kam miqdorda bo'lgani uchun balki ko'plar bilmaydi. Lekin bu aynan ingliz tili. Hornby o'zi Ash Hornby Oxford University Press bor. Eng birinchi ingliz tili lug'ati tuzuvchisi bo'lgan. Aynan ingliz tilini o'rganuvchilar uchun lug'at. O'zi lekin o'sha mashhur Oxford lug'at ustida doim ishlagan, Oxford University Press nashriyotida. Akademiyada ham bu eng mashhur nashriyot. Cambridgedan Oxford. Xuddi shunaqa, nashriyot sifatida haligacha Oxford University Press eng nufuzli nashriyotlardan va lug'at ham eng nufuzli lug'at. Va o'zidan keyin, ya'ni shu lug'atdan keladigan foydasini u fond qilib tuzgan. Shuncha Hornby fondi bor. Mana shundan haligacha, bu 100 yil bo'ldi menimcha,
har yili dunyoning dan bir 14 tadan 20 tagacha ingliz tili o'qituvchilari tanlab olinadi rivojlanayotgan davlatlardan va ular 1 yil davomida Angliyada magistraturada o'qish imkoniga ega bo'lishadi. Mana shu dastur orqali 2004-yil, 2004-2005-yil magistraturada, yana bu ikkinchi magistraturam bo'lgan, ya'ni o'sha MA in TESOL, ingliz tilini tili boshqacha bo'lganlar deyiladi. Tarjima qilib ikkinchi til. Endi TESOL deganda ham ingliz tilini ikkinchi til sifatida, ingliz tilini chet tili sifatida o'qitish umumiy termin hisoblanadi. Sifatida umuman metodika endi deylik, o'qitish metodikasi bo'yicha magistraturada tahsil olganman. Angliyadan qaytib kelganimdan keyin Jahon tillari universitetida faoliyatimni davom ettirganman va shundan boshlab hozirgacha turli xil loyihalarda konsultant, materiallar ishlab chiqaruvchi, darsliklar, dasturlar ishlab chiqaruvchi, trener sifatida faoliyat yuritib kelaman shundan beri. Ayniqsa Britaniya kengashi bilan hamkorlikda turli xil loyihalarni amalga oshirganmiz va oshirib kelyapmiz. 2011-yildan bir necha yil, 4-5 yil Misr Arab Respublikasida istiqomat qilganmiz oilaviy sabablarga ko'ra. Men uchun bir qancha bir tanaffus bo'lgan, bolalar, farzandlarimiz yosh edi o'sha paytda. Lekin shu bilan birga shu Misrda ham ingliz tili o'qituvchilar assotsiatsiyasiga borib yurardim. U yerdagi Britaniya kengashiga ham borganman, o'zim ustimda ishlaganman, ya'ni mana shunaqa bo'lgan. Bu tanaffus deganingizda shunaqa. Tanaffus deganimizda shunaqa bo'lgan. Tanaffus deganda ishlagansiz. Shunaqa. Keyin 2016-yildan biz Kanadaga ko'chib o'tganmiz va 2020 to'g'ri Arabistondan, Egiptdan to'g'ri u yoqqa. Endi O'zbekistonga kelganmi, har kelib turardik albatta O'zbekistonga-ku, lekin faqat ta'tilga kelardik. Undan keyin Kanadaga ko'chganmiz va 6 yilcha Kanadada istiqomat qilganmiz. U yerda ham ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishlaganman. Davlat dasturlari bor, yangi kelganlarga ingliz tilini o'qitish bo'yicha dasturlari, mana shu dasturlarda ishlaganman va onlayn ham offlayn. Menga onlayn ishlash qulayroq bo'lgani uchun ko'proq o'zi onlayn ishlaganman, chunki aytganimdek farzandlar yoshroq edi. Covid bo'lishi bilan hamma onlaynga o'tishga majbur bo'lib qolgan va shunda ya'ni onlayn ta'lim bo'yicha mutaxassislar kam ekanligi ko'rinib qolgan. Men undan oldin shu aytgancha onlayn kurslarni ishlab chiqaruvchi bo'lib ham ishlaganman, ya'ni loyiha qilganmiz. Ha, ya'ni Kanadada ham o'sha onlayn kurslar ishlab chiqqanmiz. Mana shu loyihaga ham komanda lideri edim, ya'ni bir nechta o'qituvchilar bilan birgalikda ishlab chiqqanmiz. Onlayn kurslar keyin va Coviddan keyin endi trener qilib ishga olishgan, ya'ni boshqa o'qituvchilarga bizani bir tashkilotda kamida 60 tacha o'qituvchi edi, shularga endi onlayn ta'lim bo'yicha trenerlik qilardim. Bu qanaqadir universitet qoshida? Yo'q, bular universitet emas, mana davlat Kanadada hukumati yangi kelganlarga yoki yangi kelganlarning oilalariga ko'chib o'tganlar tekin ingliz tili kurslari tashkil qiladi. Xususiy korxonalar deylik, ular mana shu kontraktni olish imkoniyatiga ega. Ya'ni siz unga topshirasiz, agar davlat sizga ruxsat bersa, siz demak shu kurslarni o'zingizda o'tkazasiz, lekin davlat nazorat qilib turadi va nima deydi, moliyalashtiriladi. Va xuddi shunday boshqa loyihalarni ham, masalan shu kurslar, onlayn kurslarni yozish bo'yicha biz loyiha qilganmiz, hukumatga taqdim qilganmiz va yo federal hukumat yoki Ontario bu provinsiyasi hukumati buni moliyalashtirardi. O'sha yerda Kanadada bo'lganimda ham endi biz aytganimdek 2005-yildan beri turli xil loyihalarda ishlaganman va o'sha jahon tillarida albatta biz ham, ular ham, talabalarimiz hammasi o'qituvchi va Facebookda va turli xil ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik yozardi, masalan, maslahat so'rab, qanaqa dars bersammikin, buni qanaqa o'qitsammikin yoki shu ta'lim sohasida. Endi
ba'zi bir maslahatlarga bitta gap bilan javob berib bo'lmaydi. Masalan, qanaqa dars bersam yaxshi bo'ladi desam, masalan, bitta gap bilan bunga ben javob bera olmayman. Shu nimada o'zi birinchi Facebookda ingliz tili o'qituvchilari guruhini tashkil qilganman. Hozirgi kunda 10 mingtadan oshdi a'zolar, hali ham bor bu guruh. Shu yerda har xil maslahatlar, har xil postlar berish boshlaganman va boshqalarni ham jalb qilganman, ya'ni ular ham. Keyin endi Covid bo'lgandan keyin endi hamma ayniqsa onlayn ta'lim bo'yicha so'rashni boshladi. Mana shunda keyin mentor hub qilib, ya'ni bu hamma o'qituvchilar uchun, nafaqat ingliz tili o'qituvchilari, balki hamma o'qituvchilar, ta'lim sohasiga qiziqadiganlar uchun deb alohida bir ochdik va shunda vebinarlar 100 dan ortiq vebinarlar o'tkazganmiz hozirgi kungacha, turli xil mutaxassislarni jalb qilgan holda va o'tgan yildan o'sha podkastlarni boshladim. Ancha juda bir faol guruh. Mentor Hub o'zi masalan Telegramda bir ko'p bo'lmasa ham 2000 dan oshiq guruh a'zolari. Lekin juda bir faol, juda bir men u yerda hozir juda bir katta ish qilmayman. Hamma o'zi tizimlashtirib qo'ydi. Shunaqa, hamma o'zi savol so'raydi, kimdir javob beradi, kimdir bir nojo'ya gap etsa, "Yo'q, bizning guruhda unaqa bo'lmaydi" deb nima qilishadi, tartibga solishadi. Mana u yerda hozirgi kunda ishtirokim juda minimal deb o'ylayman. Qaytib kelgan Kanadadan ekanligimda albatta O'zbekistonga qaytish fikri bo'lgan. Doim bo'lgan shu fikrda, ya'ni haligacha hamma so'rashadi aytgancha. Dolzarb savollardan biri nega qaytasiz? Obunachilar kutib turishdi. Nima deydi? O'zbeklarning orzusi-ku bu Amerikaga ketib borish, o'sha yerda green card olib, fuqarolik olib qolib ketish degan. Birinchidan nimaga aynan Kanada? Hamma Amerikaga intiladi-ku. Nimaga siz sovuq o'lkalarga sizni tortib qo'yapti? Shu kunlarda mana Angliyada deyarli yil bo'yi bahor, kuz. Lekin pastan yomg'ir. O'shada kuz bahor havosida, kuz havosi to'g'rimi? Deyarli +- 5 bo'lishi mumkin. Misrda deyarli yil bo'yi yoz. Endi qish o'lkada ham yashab ko'ray deb aytganman, deb hazillashaman. Ya'ni yil bo'yi deyarli qish bo'ladigan. Nega Kanada? Torontoda yashagansiz. Torontoda ham xo'jayinim, oilaviy bir do'stlarimiz bo'lgan, anchadan bir Kanadada yashaydigan. Albatta shularni nimasi bilan kelinglar degan nimada. Ularni maslahati bilan va ancha yil Misrda yashaganim uchun mayli kelinglar, endi Kanadada ham yashab ko'ra qolaylik degan fikr bo'lgan shu paytda. Kanada juda bir menimcha obro'si butun dunyoda bir yaxshi, pozitiv, masalan boshqa davlatlar haqida, masalan Amerika, boshqa davlatlar haqida ham yaxshi ham eshitasiz, yomon ham eshitasiz. Lekin menimcha Kanada haqida yomon fikr kamdan kam uchraydi. Juda bir neytral, qandaydir bir juda bir do'stona, juda ham insonlar juda do'stona bir shunday bir imijga ega. Migrantlarga ham masalan, migrantlarga ham, boshqa masalalarda ham, masalan dunyo ishlarida ham, masalan deylik, juda bir odatda neytral, do'stona, ochiq, hammaga ochiq bo'lgan davlat. Shu qiziqtirgan va ularni immigratsiya tizimi, mana Amerikaga lotereya bor, green card lotereyasi, u lotereya qilib omadga bog'liq. Kanadada unday emas, u yerda aynan bilimingizga, tajribangizga asoslangan holda ball tizimiga asoslanadi. Ya'ni siz masalan ingliz tili va yoki fransuz tilini yaxshi bilsangiz, ish tajribangiz bo'lsa, doktorskiy unga ham ball beriladi. Masalan, mana shu ballar hisoblanadi. Agar yosh adashmasam, yosh ham yosh, albatta. O'qigan bo'lish kerak, zo'r bo'lish kerak, shu bilan birga yosh bo'lish kerak. Endi yosh qancha yosh bo'lsa shuncha ko'proq ball edi. Shunaqa 40 yoshgacha, 39 yoshgacha adashmasam, ko'proq ball beriladi. Undan keyin tushib ketadi. Sababi yoshroq bo'lganda yangi davlatga o'rnashishi, adaptatsiya qilishi osonroq bo'ladi degan g'oyadan kelib chiqib shunday qo'yilgan. Bu haqiqatda ham shunaqa. Qanchalik yosh bo'lsa, yangi davlatga kelganda o'rnashib ketishi, moslashib ketishi osonroq kechadi. Shuning uchun Kanada tanlaganmiz va borib shu yerda
bir necha yil turganmiz. Lekin men o'zi shaxsan hech qachon qaysidir chet el davlatda doimiy turaman degan bir orzuyim hech qachon bo'lmagan. Doim O'zbekiston bilan Yo'q, ketayotganingizda shunaqa. shunaqa fikrlar, o'ylar bo'lmaganmi? Yo'q, Ketamiz yo'q. bo'ldi. Qaytangima vohma bosardi. Masalan, voy doimiy ko'chib ketyapsizlarmi va juda nima qilardi. Hech qachon yo'q. Doimiy yashayman degan. Manda turmush shaxsan ularda bo'lishi mumkin, lekin Siz yo'llaveribsiz-ku shunaqa, albatta. Shunaqa ular masalan ancha qaytib kelganlari kelmadi. Keyin yo'q, men kelaman dedim va keldim ham. Bolalarni olib, ular 1-2 yildan keyin keldilar. Bu qaytib kelganingizda ingliz tilida reverse culture shock deydi. Ya'ni o'zingizni jamiyatingizga moslashish qiyin bo'lmaganmi? Bu yoqqa qaytib kelgandan keyin? Yani birinchidan doim baribir O'zbekiston bilan mana hamma shunaqa deb o'ylaydi, ya'ni o'zingiz ham mana chet elda o'qigansiz. Manda bo'lganda o'shancha qiziq so'rov. To'g'ri, va bo'ladi, albatta bo'ladi. Nafaqat nimangiz madaniyatni boshqachaligini ko'rasiz, balki vaqt ham o'tgan. Siz masalan shu 5 yil, 10 yil oldingi O'zbekiston hozirgi kunda O'zbekiston emas, to'g'rimi? Vaqt o'tadi, hamma narsa o'zgaradi. Bu tabiiy hol. Lekin boshqa narsani aytmoqchi edim. Boya aytdingizki, hamma orzu qiladi deylik ketishni haqiqatda, lekin u chet eldagi o'zbeklar doim baribir O'zbekistonga qaytishni orzu qiladi. Shunaqa sizda ham mana chet elda o'qigansiz. Yo'q, mana bunaqa vaziyat bo'lganda, haligi reverse culture shock deymi? Men Yaponiyada 1 yil turganman. Orada qanaqadir bir konferensiya bo'lgan, qaytib kelganman yarim yildan keyin. O'zim men ko'kchalik emas, shaharlik. O'tda madaniyat sal boshqacharoq-da. Masalan, peshxodlarni ham avtomobilchilar inobatga olmaydi, ignor qiladi. Men o'zim yo'limda yaponlarning tizimiga moslashgan holda mana bunaqa rahmat deb o'tib ketayotgan paytimda men onamdan so'kib ketganda, qo'pol qilib aytganda. Shunaqa bo'lgan vaziyat. Men kudaya papal degan narsalar bo'lgan. Lekin shu bilan birga o'sha chetda ko'p yurgan sari mana bunaqa narsalarni ham sog'inar ekansiz. Ya'ni shu yerda katta bo'lganingizdan keyin. Albatta ko'rasiz, chet elga borganingizdan keyin o'zingizning madaniyatingiz haqida ko'proq tasavvurga ega bo'lasiz. Ya'ni tushunasiz, biz qandaymiz-ku, ular qanday, masalan, to'g'rimi? Albatta farq ko'proq seziladi. O'zi aytiladi, masalan, tog' oldida tursang ko'rinmaydi, tog'dan sal nariroq tursang tog' qanchalik kattaligini ko'rinadi. Xuddi shunday o'z madaniyatingni boshqalarga taqqoslaganda ko'proq tushunasan. Va albatta ko'proq qadrlash kerak, ko'proq qadrlaydi. Albatta kamchiliklar, qandaydir ularda undoq edi, bo'ladi, bundoq edi. Qaysi davlatda yashashdan qat'iy nazar o'sha davlatga hurmat ko'rsatish, o'sha madaniyatga va moslashishga harakat qilish kerak. Xuddi shunday masalan istalgan boshqa davlatga ko'chib o'tgan inson ham masalan voy bo'ladi, bundoq edi, bundoq edi. O'sha aytganingizdek culture shock turli darajalari bor, bosqichlaridan o'tadi. Boshida hamma narsa yoqadi, keyin hech narsa yoqmaydi. Keyin hech narsa yoqmaydi, keyinchalik sekin-sekin adaptatsiya bo'ladi. Albatta qaytganda ham xuddi shu nimalar bo'ladi. Nostabillik sizni qo'rqitmaganmi? Siz mana ketayotganingizda yuragingiz bari qo'rquv bo'lgan. Nima qilamiz, qayerda ishlaymiz, hayotimiz qanaqa bo'ladi degan, to'g'rimi? Kanada. Lekin u yoqqa borib 5 yil bo'ldingizmi u yoqda? 5-6 yil. 5-6 yil ichida boshqa migrantlardan farqli, siz borib qora ish qilmadingiz. O'zingizni ishingiz bilan shug'ullanyapsiz, to'g'rimi? Onlayn platforma yaratdingiz, dars beryapsiz, o'zingiz sevgan ishingiz, stabillikka erishdingiz, endi u yoqdan ketish jarayoni qanaqa bo'ldi? Qo'rquv bo'lmaganmi? Bu yoqqa kelib nima qilaman? Yo'q, bu yoqqa qaytib kelishdi qo'rquv bo'lmagan, chunki o'zi u yerdaligimda mana shu Westminsterda magistraturamiz ochilish jarayonida bo'lgan va shu yerdagi dugonalarim kelasanmi, senga ishonib ochyapmiz, ya'ni shu yerda birga ishlashimiz xohlardik deb, ya'ni o'shandan Kanadada turganimdayoq onlayn intervyu qilishgan, ishga qabul qilishgan Westminster. Lekin shunaqa keyin lekin shunda ham bir hujjatlar bilan bo'lib, keyin yana yarim yil kela olmaganman. Keyin men aytganman, yo'q, qo'yinglar, mayli. Hozir ishga olmay turinglar, keyin boshqatdan kelganimdan keyin yana boshqatdan gaplashamiz deganman. Keyin kelib, ya'ni ish yo'q, bu narsa qo'rqitmagan ekan, ishsiz qolaman degan. Demak, o'sha olgan bagajingiz bo'lsa kerak, o'zingizga bo'lgan ishonch bo'lishi mumkin.
Endi inson o'zini nimalarini bilishi kerak, yo'llarni qidirishi kerak. Masalan, bu Aha. qaytayin masalan Kanadaga borganimda albatta bu bo'lgan. Masalan, nima ish qilaman ingliz tili o'qituvchisi, Kanadada ingliz tili o'qituvchisi bu qanaqadir bir nonsens deb tuyulgan ko'pchilik uchun. Masalan, o'sha tanishlar ham nimalar ham kimga ko'rsak, "Ha, nima ish qilasan o'zi? Sen ingliz tili o'qituvchisi." "Ha, endi ish topishing qiyin" degan boshida hammada shunaqa nima bo'lgan. Va bir necha tanishlarimga mesela "Xo'p, mayli, bu plan A ekan, plan B nima, plan C nima masalan" degan nimalar bo'lgan. Albatta har xil rejalar bo'lgan. Masalan, mayli bu lekin men o'zim soham bo'yicha harakat qilib ko'raman va shu bo'yicha nima qilaman degan nima bo'lgan va strategiyani to'g'ri tanlash kerak deb o'ylayman. Ya'ni men nima qilganman, boshida bir necha oy farzandlar maktabga chiqquncha uyda bo'lganman. Farzandlarni maktabga berib, ular joylashgandan keyin endi men ular Kanadada tanish orttirishim kerak. Ya'ni o'sha professional networking deydi, qilishim kerak. Shuning uchun qayerdandir boshlashim, kimdir menga rekomendatsiyani berish kerak o'shga joylashsam. Shuning uchun nima qilganman? Shu mahallamizdagi kutubxonaga borganman. Ularda ingliz tili speaking club bor edi. Xohlovchilar uchun Russian speaking club. Shu o'qituvchisini oldiga borganman, aytganman, "Men ham ingliz tili o'qituvchisiman." Odatda u yerda shu nafaqaga chiqqan shu kanadaliklar, o'qituvchilar dars beradi. Endi ermak uchun. Aytdim, "Men ham ingliz tili o'qituvchiman. Menga ham xohlasang senga yordam berib turay. Mana shunaqa volontyor bo'lib nima qilay deganman." Xo'p degan. Va masalan darslarda go'da masalan mayli mammasini tayyorlabki bunga nima qilib yordam berib turganman. Keyin yoz bo'lib qolgan. Ular otpuskaga ketishni boshlashgan. Shu bilan menga ishonib topshirib ketishgan shu speaking clubni olib borganman bir necha oy va shu bilan kutubxona menga tavsiyanoma bergan. Shu bilan bir necha joyga rezyume jo'natganman ishga joylashish bo'yicha va 2 haftada 2 ta joydan job offer olganman. Masalan. Chunki o'sha obunachilaring ham aytib qo'y, bilishadi ular boshida kanaldan aynan grant yutish shu bo'yicha boshlaganman-da. Ko'pchilik nima deydi o'sha statement of purpose yoki motivation letterlarga ko'p urg'u beradi-da, lekin tavsiyanomani unutib qo'yishadi. Lekin bu juda ham ish nafaqat o'qishda, balki ishga kirishda ham o'rni juda ham katta, to'g'rimi? Ya'ni o'sha strategiya, yana bir strategiyadan biri, masalan LinkedInda deysiz-ku, LinkedInda mana shu men kirmoqchi bo'lgan tashkilotlar, ishga kirmoqchi bo'lgan tashkilotlarni bir shortlist qilganman va shu tashkilotlarda kimlar ishlar ekan deb uni qidirganman. Ularga ham xat yozganman, ularni o'rganib chiqqanman. Masalan, qanaqa maqolalari bor yoki ish faoliyati, qanaqa mehnat faoliyati ishlash uchun qanday sertifikatlarga ega ekanligi. Bu haqida ham Kanadada ingliz o'qituvchilari akkreditatsiyadan o'tish kerak. Ketgancha shu akkreditatsiya topshirganman. Uni ham research qilib, topshirib hammasini. Shu qilgan hamma ishlarim uchun ular menga shunday bergan. Chunki men keyinchalik boshqalar bilan nima qilsam, "Yo, men bu fanlarni o'qishing kerak" deb aytar ekan. Masalan, men endi balki PhD bo'lganim uchun va juda ko'p loyihalarda ishlaganim uchun shunday bergan, hech qanaqa shartlarsiz shunday bergan. Ya'ni hamma kerak sertifikatlarni, nimalarni tayyor qilib borganimdan keyin shu bilan ish topishda muammo bo'lmagan. O'zi Xudoga shukr shu paytgacha menimcha ish so'rab borgan joyim juda kam bo'lgan, deyarli bo'lmagan. O'zi odamlar rahmatli oldin ko'p aytardilar, ish san emas, pul san pul emas, pul sani ketingdan quvsin derdilar. Haqiqatan Shior bo'lib qoldi. Shunaqa. Yo'q, o'zi haqiqatda bir o'zimcha bir ish qidirib bormaganman. Doim odamlar nima qilgan, menimcha shu yaxshi, nima yoshlarga ham o'zinglar ustinglarda ishlashda bir bardavom bo'lish kerak. Puliga qiziqish emas, ya'ni o'sha ishni yaxshi qilish, o'zini ustida ishlashga harakat qilsa, insonga o'zi ish takliflari ham kelaveradi, o'sha bora mavqeyi ham o'zi boraveradi. Anekdotda ham Facebooklarda juda ham ko'p tarqalgan-ku. Yevreyskiy podxod, masalan, nimaga masalan yevreylar shunaqa kasbni zo'r egallaydi, o'zbeklar unaqa emas, boshqa millatlar unaqa emas.
chunki sizlarni asosiy messajinglar san katta bo'lsang doktor bo'lsang ko'p pul topasan deb tarbiyalaysizlar. Ular aytadiki san zo'r doktor bo'lsang odamlarga foydang tegsa ular keyin pul o'zi keladi san zo'r mutaxassis bo'lgandan keyin deb shunaqa tarbiyalashadi. Haqiqatda bu zo'r nima. Negadir haqiqatan hozir yoshlarni ko'p ko'rsangiz aynan o'zi endi masalan universitetni bitirdi endi kelishadi mana buncha oylik so'raydi masalan yoki mana bunaqa joyda ishlayman deb nima qilishadi. Aytsam birinchi tajriba orttir, bir ko'rsat, nima topiladi ish, nima kerakli odamlar topib oladi sani deb o'ylayman. To'g'ri. Endi mavzudan uzoqlashmagan holda hali reverse culture shock to'g'risida gaplashdik-ku, lekin Kanadaga borganingizda sizni nima hayratlantirdi? Madaniyat nuqtai nazaridan, ularning odamlari yoki qanaqadir jihatlari balki sizga yoqmagandir. Shu to'g'risida bir og'iz gapirsangiz. Kanada endi dunyoda eng multinational deydi, ya'ni ko'p millatli davlat, muhojirlardan iborat bo'lgan davlat. Shuning uchun bir Kanada madaniyati deyish o'zi bir nima qiyin masala. Lekin umumiy holda juda do'stona kanadaliklar. Bir-biriga masalan hamma so'rashadi, aytganingizdek hamma bir-biri bilan salomlashadi, hamma bir-biriga juda o'zi shunday bir amerikaliklar ham juda ko'p bir anekdot qilishadi, mimlar chiqarishadi. Masalan, kanadaliklar boshqa urilib ketsa, o'sha urilgan uni urishsa ham yo'q kechirasan deb u kechirim so'raydi deb nima qilishadi. Haqiqatda juda xush muomala insonlar, aksariyat. Juda bir katta bir shok bo'lgan deb aytolmayman, chunki Angliyada turganman va chet elliklar bilan juda ko'p muloqotda bo'lganman ungacha ham. Shuning uchun birinchi kundan hech qachon men o'zimni Kanadada begona his qilmaganman. Shu menimcha nima bo'lsa kerak. Boshqa davlatlarda baribir o'zingizni begona his qilasiz, lekin Kanadada hech qachon o'zimni begona his qilmaganman. Shunisi bilan balki farq qilsa kerak. Masalan, tilni bilsangiz, nima qilsangiz, bunaqacha bir muammolar bo'lmaydi. Hamma narsa inson uchun, inson qadriyatlari ustun. Shu jihatdan menimcha bir katta bir qandaydir hayratlanarli nimalar bo'lmagan. O'qituvchilikka kelish yo'lingizni ham aytib o'tdingiz. O'shanda taqdir taqozosi bilan kelib qolganmi? Shunaqa bo'lyaptimi? Shunaqa desa ham bo'ladi. Bakalavrda o'qib yurganimda boshqa bir sohada tarjimonlik ham ko'p qilganman, turli xil tashkilotlarda tarjimon sifatida ham ishlaganman. Lekin bora taklif qilishgan, aytganimdek, o'zlariga taklif qilishgan universitetda dars berishga. Shu bilan rozi bo'lganman va shu bora o'qituvchi, ayniqsa Angliyaga borib magistratura o'qiganimdan keyingina men haqiqatda o'qituvchilikni sevarkanman. Bu haqiqatda men tanlagan kasb ekan deb o'shandagina bir 25 yoshimda edi, bir unda ham 20 yil bo'libdi. Ana o'shanda bir iqror bo'lganman. Nega o'qituvchi bo'lishga qiziqish bo'lmagan deb o'ylayman, chunki bizga o'qituvchi qanaqa bo'lish kerakligi o'zi o'rgatilmagan, qanday o'qitish. Yo'q, o'zim savollarim orasida o'qituvchining mavqesi to'g'risida ham bordi, как раз kontekst kelib qoldi. Masalan, men ham dars beraman, talabalarimdan meni mana shu kungacha bir 250 ta talaba bo'lgan, qo'limdan o'tgan. Kelajakda maqsadingiz nima, tadqiqot yoki dars berish orzular bormi desa, hech kim bittasida ham yo'q. Ochig'ini aytaman, men ham 4-kurs, bakalavr 4-kursgacha men o'ylamaganman o'qituvchi bo'lishni. Ya'ni o'qituvchi emas, men tadqiqotga ko'p qiziqqanman, lekin professorlikning bir asosiy qismi baribir dars berishdi. Nimaga shunaqa? Va g'arb davlatlarida o'qituvchilarning mavqesi qanaqa? Shu to'g'risida gaplashsak. Haqiqatda afsuski negadir bizda o'qituvchi bo'laman deb orzu qiladiganlar kam. Albatta bu aytganingizdek balki birinchidan maktabdagi shu kichkinalikdan deylik o'sha ilhom beradigan bir qanday bir obrazlar deylik kamligidadir va shu bilan birga bilamiz bir deylik 90-yillardan hozirgacha ham masalan bir mediada kinolar
nimada bir ustozlarni ulug'lantiruvchi yoki adabiyotlarda juda kam. Ancha deyarli yo'q. Hozir men islomiyman ham, ya'ni qaysidir kinoda yoki nimada ustoz bir zo'r bir nimada qahramon sifatida olib chiqilganligi. Biznesmenlar, qora Biznesmenlar, jantlar haydaganlar. shunaqa biznesmenlar ko'pincha men hozir nima qilsak, masalan, bu boy, qandaydir tadbirkor, mana shu demak muvaffaqiyat bir imiji sifatida mana shular ko'rsatiladi. Ya'ni o'qituvchi bir muvaffaqiyatga erishgan bir inson sifatida gavdalantirilgan asarlar. Men hozir islomiyman ham. Masalan, bu 90-yildan keyin. Bu albatta ta'sir qiladi bizning shu ongimizga, ong osti nimamizga, ya'ni muvaffaqiyat deganda kim bo'lmoqchiman deganda bolalarda demak shunday nima shakllanadi. Ikkinchidan o'zi maktabda kimni ko'rishadi, qanday o'qituvchini ko'rishadi. Masalan, u bir baxtli nima o'qituvchi insonmi yoki yo'q doim nima deydi, charchagan, baqirgan, nima deydi, Neakkuratni kiyingan, shunaqami. Bu ham albatta ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun hozir boya aytdingiz, ustozlarning ustozi, siz talabalarga ham aytaman, boshqa o'qituvchilarga aytaman, o'qituvchini o'zi baxtli bo'lmaslikka haqqi yo'q. Baxtli bo'lish kerak, ana o'shandagina u ilmga boshqalarni o'zini ketidan ergashtira oladi. Ayniqsa o'qituvchilarni o'qitadigan, mana biz o'zi o'qituvchilarni o'qitadigan nimalarda bilan ishlasak, preset deymiz, ya'ni bo'lg'usi o'qituvchilarni tayyorlaydigan yoki u malakasini oshiradigan shu trenerlar o'qituvchilarga, ya'ni siz baribir shu o'zimiz shunday bir rol model ko'rsatishimiz kerakki, boshqalar ham men ham shu insonga o'xshagan o'qituvchi bo'lishni xohlardim degan nimani. Lekin yani jamiyatimizda uni gaplar ham bor-ku. Mana oldin deganimda men qachonsiz aytib bera olmayman, lekin o'qituvchi, ustoz otangdek ulug' degan gaplar bo'lgan. Demak, o'sha paytlarda mavqesi yuqori bo'lgan ekan o'qituvchi. Hozir o'qib olim bo'lasanmi? Endi bu to'g'ri, bu kontekstga mos emas-ku, lekin umuman o'qib olim bo'lasam yoki при всем моем уважении Inyazda o'qib nima ustoz bo'lasanmi degan gaplar ham bor. Endi men shahardaman, shunaqa gaplar yangrab turadi-da, balki shular kontrargument bo'lib o'qituvchi. Shunaqa dinimizda albatta, masalan, dinimizda o'zi bir maqollalarimizda ham ko'rdi, albatta ustozga nisbatan doim mavqei baland. Lekin bir qaysidir etapda aytganingiz, men o'sha SSR davrini ham siz juda ko'p kinolar, nimalar ustoz mavqeisini ulug'lantiradigan kinolar, asarlar, badiiy asarlar juda ko'p bo'lardi. Undan keyin negadir shu bozor iqtisodiyoti munosabati bilan, ya'ni jamiyatimiz oldi insonlari sifatida bular tadbirkorlar chiqib qoldi. Lekin bu yomon degani emas. Bu lekin o'sha tadbirkorlarni ham kim o'qitadi? Ustozlar o'qitadi-ku. Masalan, ya'ni o'sha ma'naviy nimaga e'tibor berib. Lekin shuni tan olish kerakki, so'nggi bir necha yillarda menimcha ancha ko'tarilgan ustozlarni mavqei. Mana aytganingiz, siz ham masalan ma'lum bir vaqt ichida umuman erkak ustozlar juda kamayib ketgan edi deb o'ylayman. Shundan bir gender stereotiplar ham bor bizning jamiyatda. Masalan, faqat ayol kishi nima deydi, o'qituvchi bo'ladi. Bog'chakalar yo'q, lekin shunaqa. Lekin oxirgi menimcha bir necha, bilmayman, 5 yildir, 10 yildir, lekin menimcha o'zgaryapti. Ancha ko'p hozir ko'pchilik o'qituvchi bo'lishga qiziqish ancha oshgan deb o'ylayman. Bu savolni men shaxsan bermasdim, lekin majburman, chunki mavqe deganda baribir moliyaviy sharoitga borib taqaladi. Endi o'zingizni oyligingizni ayting demayapman, o'rtacha chet elda o'qib kelib, tajriba orttirib kelib, qancha pul topsa bo'ladi o'qituvchi bo'lib. Bu muhimda, chunki yoshlar baribir qancha topadi, oilani ayniqsa erkak kishiga juda ham muhim narsa. Ya'ni nima gender bias gapiryapman, erkak kishiga muhim deb, lekin to'g'ri, haqiqatda nega erkaklar kamayib ketgan, albatta buni tan olish kerak. Ular oila boquvchisi, oilani ta'minlovchisi, shuning uchun albatta bu narsalar. Hozirgi kunda aytganimdek, aynan moliyaviy jihatdan ancha qiziqarli bo'lib qolgan deb o'ylayman bu soha. Ayniqsa masalan deylik, ingliz tili o'qituvchilari yoki ingliz tilini biladigan deylik mutaxassislarga talab oshibgan.
masalan yaxshi ustozlar kamida 10 million atrofida masalan bemalol topishadi. Hattoki shu maktab o'qituvchilari ham, ingliz tili o'qituvchilari. Va'da berilgani $1000 berildimi? Xabaringiz unda? Rosa va'da berishdi, endi nima deydi? Televizorlarda yangilik chiqdi, minimum $1000 topadi degan. Minimum yo'q, lekin shu ustama haqlar bor. Ya'ni masalan shu IELTS sertifikati yoki boshqa bir qanday sertifikatlar yoki o'quvchilarni olimpiadaga tayyorlasa va shunday bir qandaydir nimalar bor. Ya'ni o'sha ustama haqlari bor. Shular bilan masalan ko'pincha shuning uchun ingliz tili o'qituvchilari uchun imkoniyat ko'proq dedim. Boshqa fan o'qituvchilariga qaraganda ular 10 million atrofida olishadi. Bu maktabda aytyapsiz. Maktab ham, universitet ham 10-15 million deylik. Xalqaro endi universitetlar undan oshiq, albatta 20 milliondan yuqori, 30 million, 40 million. Lekin albatta butun dunyoda ham bunaqa o'qituvchilar bir boy nima deydi, boyvachchalar kategoriyasiga kirmaydi. Hech qaysi dunyo davlatida, hattoki bir internetda ko'p aytishadi, masalan Yaponiyada vazirlar bilan bir xil oylik olishadi degan shunday miflar yuradi. Bu ham noto'g'ri. Rivojlangan davlatlarda o'qituvchilar albatta o'z yashashga yetadigan darajada oylik olishadi. Boshqa bir kasblar bilan deylik, shu o'rtacha oylik. Lekin hech qachon bir qandaydir juda bir moliyaviy jihatdan bir qiziq bo'lgan nima bo'lmagan. Qandaydir bir juda nufuzli universitetlardan tashqari desak deylik, asosan maktab haqida gapiradigan bo'lsak, lekin rivojlangan davlatlarda farqi shundaki, insonlar haqiqatda men o'qituvchi bo'laman, men shu jamiyatga missiyam bor, mana shu bolalarga men dars bermoqchiman, o'zimdan bir yaxshi nima qoldirmoqchiman degan maqsaddagina borishadi. Aksariyati shu nimada boradi. Chunki bu o'sha pulini boshqa ish qilsa ham topadi, masalan. O'sha qo'pol qilib aytganda kafeda borib ishlasa ham yoki boshqa ish qilsa ham o'sha pulni topishi mumkin. Men ko'proq aytaman, masalan, endi o'zim ham PhD qilyapman, qanaqadir chet eldagi opportunitieslarni ko'rib turaman. Hayron bo'lgan joyim, hamma Amerikani yaxshi ko'radi. Amerika universitetida, men Minnesotada o'qiyman. Minnesotani assistant professor degan должность bor, birinchi pog'ona. Shuni oyligi 70 mingdan boshlanadi. Yillik oylik emas, yillik doxodi. Keyin men bundoq qarayman, truck driverlari $200,000 topadi, masalan. Yana bitta misol. Oxford universiteti dunyoda bir top 10 taga kiradi. Uni ham professorlar oyligini qarasam, LSE bilan birga, London School of Economics. 45,000-50,000 funt. Bu unaqa masalan, bu yerda ham topsangiz bo'ladi shu pulni. Maqsad faqat pul emas-da, demak. Albatta, moddiy nima bo'lishi ham kerak emas-da o'zi, masalan. Shuning uchun boya aytganingizdek bir xil aytadi, mana $1000 va'da qilishgan edi, bo'lmadi deb. Keyin men ichimda aytaman, $1000 bo'lsa, balki sen u yerda ishlamasang kerak, sen ishga olmasa kerak deyman. Chunki shunaqa deb o'ylaydigan inson balki ustoz bo'lishga loyiq emasdir deb o'ylayman. Ya'ni baribir ustoz bu bir o'sha missiyangiz bo'lishi, sizning bir jamiyatga, insonlarga bir foyda keltirishingiz, menimcha bir qanday qadriyatlar muhimroq bo'lishi kerak. Talabalar to'g'risida gaplashsak, qanaqa e'tirozlaringiz bor talabalarga? Qanaqa joylar, mana o'zbek endi nima deydi, ikkalamiz ham olimmiz, bizga data kerak, bir statistika kerak. U emas, balki participant observation degan anaqa ham bor-ku, to'g'rimi? Kuzatuvlaringizdan kelib chiqib. Shunaqa. Qanaqa jihatlar yoqmaydi bizning talabalar? Eng katta bizda hozir muammo, albatta magistraturada dars beramiz, eng katta muammo talabalar tanqidiy fikrlashni bilmaydi. Fikrlash va o'sha fikrini bayon qila olish, og'zaki nutqda, yozma nutqda. Bunda biz o'qituvchilar aybdormizmi? Albatta. Ya'ni biz maktabdanoq bu narsa o'rgatilmaydi hech qachon. Bizda ko'pincha, ya'ni men buni yodlabki, yoki masalan mana bu tayyor berildi, formula shu bilan yech, masalan vazifalar, o'qitish metodikasi o'sha teacher centered, ya'ni shu faqat o'qituvchi
biladi, mana buni o'qituvchi aytganini qilish kerak degan nima bo'ladi. O'quvchilarga shu tanqidiy fikrlash, umuman fikrlash, ijodiy fikrlash, avtonomiyasini rivojlantirish, ya'ni mustaqil fikrlash, mustaqil qaror qabul qila olish, tanlash huquqi hech qachon berilmaydi. Kam juda deylik. Mana shuning uchun bu bir produktni, mahsulotini biz magistraturada ko'ramiz. Endi bilasiz, o'zi chet elda, ayniqsa Angliya tizimida hamma narsa bu aynan shu nimalarga asoslangan, to'g'rimi? O'sha tanqidiy fikrlashga, mustaqil critical thinking da ingliz tilida shunaqa deyishadi. Critical thinking, tanqidiy fikrlash. Endi tanqidiy fikrlashda degani tanqid qilish emas, ya'ni o'sha fikringni, o'z fikringga ega bo'lish va uni isbotlab bera olish, o'sha misollar bilan, bir qandaydir faktlar bilan, boshqa nimalar bilan. Shuni rivojlantirish uchun siz talabalar bilan qanaqa yondashuv qilasiz? Qanaqa metodlaringiz bor, masalan? Endi juda ko'p, endi albatta shu haligacha buni ustida ishlaymiz, chunki aytganimdek biz Britaniya universitetimiz, diplom ham Buyuk Britaniyaniki beriladi, ya'ni va talablari ham o'sha darajada, bilasiz, Buyuk Britaniyada magistratura darajasi ancha yuqori. Lekin biz o'sha bo'shliqni to'ldirishga harakat qilishimiz kerak, ya'ni o'sha o'tish nimasini, ya'ni o'zi bir buni ham buni ham nima qilishga to'g'ri keladi. Eng birinchidan vazifalar shunga qaratilgan bo'lishi kerak. Ularda tanlov huquqi bo'lishi kerak. Talabalarda masalan xohlasang buni yozishim mumkin, xohlasang buni yozishim mumkin. Juda ko'p feedback beramiz. Ya'ni yozibki, ko'rib beramiz, maslahatlashamiz, juda ko'p gaplashamiz talabalarimiz bilan. Va endi albatta o'qish. Bu ham yana bitta muammo. O'qish, tanqidiy fikrlash uchun o'qish kerak. Maqolalar, shu ilmiy adabiyotlar ko'proq o'qish kerak. Bu ham bizda madaniyat jihatdan bir cheklangan, bizcha bir o'qiydigan madaniyat, o'qish madaniyati bizda yaxshi shakllanmagan. Ayniqsa hozir mana AI chiqib, ChatGPT bu uchinchi muammo. Sun'iy intellekt bu uchinchi muammoimiz. Va o'qishga keladigan bo'lsa, lekin mana maktabdan, mana Kanadada, Angliyada ham maktabda har kuni kamida 20 daqiqa, birinchi sinfdan 20 daqiqa deydi, keyin 30 daqiqa va ko'paytirib borish kerak. Har kuni o'qish majbur deydi. Bu boshqa fanlardan tashqari har kuni o'qinglar deydi. Hatto bog'cha paytida 4 yoshdan boshlanadi va shunda boshida ota-onalar o'qib berish kerak. Har kuni 20 daqiqa o'qib beringlar deydi. Ya'ni shu madaniyatni shakllantirish kerak. Va haqiqatan ko'rsangiz, masalan, Angliyada ham, Kanadada ham, ko'pincha metroda ham, avtobusda ham o'qib ketishadi. Masalan, yosh yigitlar, qizlar deylik, hammasi o'qib ketadi. Shu narsani albatta biz rivojlantirishimiz kerak. O'qish madaniyati juda muhim. Lektor, siz lektormisiz yo ko'proq seminaristmisiz? Qanaqa yondashuv qilasiz? Siz ko'proq turib olib gapirasiz, ular faqat eshitadimi yoki ideali qanaqa bo'lishi kerak? Yo'q, biz magistraturada umuman leksiyalarimiz yo'q. Bakalavrda ham shunaqa bo'lishi kerak? Bakalavrda ma'lum bir fanlar bo'yicha bor. Ularda ma'ruza va seminarlari bor. Lekin biz birinchi kurslarda bularda asosiy fanlarimiz bu hammasi amaliy mashg'ulot sifatida, workshop nimasida o'tiradi, trening sifatida o'tamiz. Xuddi shunday magistraturada ham hamma fanlarimizni shu trening sifatida o'tamiz, chunki ilm olish bu passiv jarayon emas. O'tirib leksiyani o'qib eshitganda tadqiqotlar ko'rsatishicha 5-10% shu talabada esida qolishi mumkin. Ular bir nima qilish kerak, faol ishtirok etish kerak o'rganishda. Ularga ko'proq nima berish kerak? O'qituvchi emas, ular ko'proq gapirish kerak. Ularga mana shunday imkoniyat berish kerak. Haqiqatda bizda negadir hamma o'qitish deganda o'qituvchi turib, ya'ni qanchalik u aqlli ekanligini ko'rsatishi kerak deb o'ylashadi. Shu joyda masalan talabani qaysidir savoliga javob bera olmasangiz, siz tan ola olasizmi? Men bilmayman bu javob. Albatta. Va bu narsa
qilish kerak. O'zimdan o'tgan uchun men bera olman Shunaqa deb. bo'lish kerak. Xato qilganingizni tan olish bu to'g'ri strategiya hisoblanadi. Hammamiz xato qilamiz. Bu tabiiy hol. Hech kim hamma narsani bilmaydi. Agar siz xato qilganingizni tan olsangiz, o'quvchi ham, talaba ham xato qilish bu tabiiy jarayon ekanligini tushunadi. Ya'ni men ham xato qilsam bo'lar ekan. Xato qilmasdan inson o'rgana olmaydi. Biz nimaga bu berdim? Agar do'stlarim ko'rayotgan bo'lsa, juda ham yaxshi bilishadi. Biz o'qigan universitetda savol berishga ham yo'l qo'ymasdi-da. O'qituvchi shunaqa bo'lardi, urib tashardi. Hozir men bilmaydigan javobini bilmay qolsam-chi deb qo'rqib turardi-da, keyin joyda bizning tilimizga urib savol berishga ham anaqa yo'l bermasdi. Shundan kelib chiqib ketyapman-da. Bu vaholanki normal holat bo'lishi kerak, bilmasa lekin mana literatura bor. Mana literatura shundan o'qib balki keyin javob beraman. Bilmagani xato qilib o'rganadi u, masalan, aytadi-ku, hech narsa ish qilmagan odam xato qilmaydi deydi-ku. Haqiqatda u bu narsa albatta bor. Shu nimamizda xato bir xuddi bir gunohdek, bir nima, bir umuman hech kim xato qilishga haqqi yo'qdek, shunday bir ideologiyada va o'qituvchilar ham xato ovchilari deb maqlashadi, ya'ni yaxshi ko'rishadi-yu. Qizil ruchka olib, masalan, maktabda ham tekshirib, o'tgan yili bir maktabga ramziy ma'nosi deb ham, qaysidir ma'noda. Nima? Qizil ruchka bilan. Albatta. O'tgan yili bir maktab, bunisi uzoq emas, shu Toshkent viloyatidagi bir maktablardan biriga borib, bir loyiha bo'yicha borgan, keyin tanafusda o'tirdim, o'qituvchilar xonasida bitta yosh o'qituvchi kelib, endi shu daftarlarni bir daftarlaydi, bilmayman nima fan o'qituvchisi ochib, endi qizil ruchkada chizib, nima qilib bahom aytdim. Ba'zi bir narsalar asrlar davomida o'zgarmas ekan. Ya'ni shu qandaydir bizda qotib qolgan stereotip bor, o'qituvchi demak shunday qilish kerak degan. Nega bunday qilyapsan, masalan, nima uni tagida yotibdi? Bu san qilayotgan demak o'zi yordam beradimi, masalan? To'g'ri. Bu biz bundan qaytaramiz magistraturada talabalarimizga. U birinchidan o'zi hozirgi kunda qizil ruchka ishlatishdan nima qaytariladi, ya'ni bu psixologik nimada O'shani aytmoqman, ramziy qanaqadir ma'nosi. qizil stop degan nimasi bor. Shuning uchun masalan boshqa rangdagi ruchkalar, masalan yashil, boshqa ishlatgan yaxshiroq deyiladi. Endi nafaqat u, balki o'zi aynan qanday feedback beryapsiz, masalan bu xatolarni tuzatishga siz yordam berishingiz kerak. Feedbackning yo'llari bor, turlari ko'p, o'ta bir nyuanslari ko'p. Qachon, kimga, qanaqa feedback berish, uni xatosini qanday to'g'irlash bo'yicha ham bir maxsus bir fan. Buni ham o'qituvchilar bilish kerak. Aynan o'qituvchilar har doim men nega buni qilyapman, buni ta'siri nima deb doim o'ylash kerak deb o'ylayman. Ya'ni ko'rona emas, ya'ni shunday qildim bo'ldi emas. Va bizda ko'pincha shu mana to'g'riladimi, shu bilan shu bahoni qo'yib qo'ya qoladi. Masalan, har kuni uy chiqib keldimi, 2-3 jurnalga qo'yiladi hozir. Maktab. Feedback bo'lmasdi, Shunaqa. Feedback yo'q umuman, ya'ni bu ham aytganingizdek xato qilishga haqqing yo'q. Bir marta senga shans berildi, shu bilan to'g'rimi? Shunaqa emas, 2 3 3 5 5. Lekin hozirgi zamonaviy pedagogikada, ya'ni ko'p formativ baholashga ko'proq e'tibor beriladi, ya'ni o'sha feedback berish, qayta aloqa o'rnatish, ya'ni ma'lum bir vazifalar ustida bir necha oy ishlash, masalan qaytib kelish, masalan qayta uni tahrirlash, yana olib kelish, mana shuni ustida ko'proq ishlash muddat. Mana shu ko'proq ijobiy natija beradi. Ya'ni biz hozir qanaqadir ta'lim tizimidagi individual keyslarni muhokama qildik-da. Sen ko'p joylarda yashardingiz, o'qidingiz. Aytaylik, sizni ta'lim vaziri qilib qo'ydi. No, yo'q, kerak emas. Endi obrazda deylik. Qaysi tizimimizdagi qaysi muammolarga bo'ladi-yu, prezident Amerikaga kelganda первый 100 дней prezidentda birinchi 100 kunligi deydi-yu. O'sha birinchi 100 kunligingizda nimalarga urg'u berasiz? Qaysi muammolarni tuzatardingiz? Agar ta'lim vazirligining vakili ko'rayotgan bo'lsa, balki eshitib qolar. Ular bilan ham ko'p muloqotda bo'lamiz. Yo'q, hech qanaqa ambitsiyam hech qachon bo'lmagan. Qiyin, to'g'ri. Gipotetический deylik. Ularni ishini qiyinligini tan olgan holda juda qiyin davlat, istalgan davlatda bir nima bo'lish.
nimalarga e'tibor berish kerak deb o'ylayman maktab tizimini oladigan bo'lsa mana shunaqa beraylik maktab tizimi keyin universitet va tadqiqot 3 ta etapga bo'laylik. Xo'p, maktab tizimini uchalasini ham birlashtiruvchi nima borki, bu avtonomiya. Ya'ni ularga qaror qabul qilish imkoniyatini berish. Qanchalik biz sentralizovanniy shu nimani markazlashtirilgan qaror qabul qilishdan voz kechishimiz kerak. Davlat miqyosida bundan voz kechildi, to'g'rimi? O'zi masalan bozor iqtisodiyotiga o'tdik, masalan, to'g'rimi? Hozir iqtisodiyot jihatdan masalan raqobat tufayli masalan bizda hozir tanlash imkoniyati bor. Magazinga boramiz, xohlagan masalan nimamizni tanlab xarid qilamiz, to'g'rimi? Esingizda bo'lsa, mana bilayman siz SSRda masalan deylik bu paytda shu masalan deylik bitta nimami faqat masalan stakanmi faqat shunaqasi bo'ladi, masalan, to'g'rimi? Shunaqa bo'lgan. Bu hech qachon rivojlanishga olib keltirmaydi. Maktab tizimini ayniqsa deylik markazlashtirilgan nima qilish bu asrlar davomida shunday bo'lib kelgan, ya'ni bitta kitobda hamma darslik bo'lish kerak, bitta nima bo'lish kerak, hamma bir xil nima qilish kerak degan nima bor. Bundan voz kechish kerak, ya'ni qaror qabul qilishni o'qituvchiga darsliklarni o'zini tanlash huquqi berish kerak. Masalan, deylik qanday beraman? Qaysi o'qituvchini, o'shandan ham keyin o'qituvchilarni tanlash boshlashar edi. O'qituvchini tanlash, maktablarga o'sha avtonomiyani berish. Mana yaqinda Buyuk Britaniyaga borgandik va bir necha maktablarga bordik va maktab direktorlari, o'qituvchilar bilan suhbatlar qildik. Mana u yerda maktablarda boshqaruv kengashi bor, jamoatchilik boshqaruv kengashi. Ular o'sha direktorlarni tayinlashadi, ular ishdan olishadi, direktor ularga hisobot beradi, pul mana shuncha pulimiz bor. Demak, boshqaruv kengashi shu moliyani ham maktabga mana davlat ularga beradi, boshqaruv organiga, ular taqsimlashadi u pulni. Nimaga ishlatamiz, nimaga ishlatmaymiz bu pulni? Mana shu bu boshqaruv organi jamoatchilikdan tashkil topiladi. Ko'ngillilar, hech qanaqa ular oylik olmaydi. Lekin shu jamiyatdagi bir faol shu meni shu mahallam, shu tegi nima bolalar kelajagimizga befarq bo'lmagan odamlardan va albatta ota-onalar, shu maktabdagi bolasi o'qiydigan ota-onalar ham mana shu boshqaruv kengashida bo'ladi. Ya'ni ular birgalikda mana shunday qaror qabul qilishadi. Masalan, shu maktabni moliyalashtirish aytganimdek, o'qituvchilarni qabul qilish, masalan, ularni ishdan bo'shatish, shunday direktorni ham masalan. Shunday, ya'ni avtonomiyani, boshqaruvni shu maktabni o'ziga berish kerak, masalan. Bu bir. Ikkinchisi, ya'ni shu boshqaruvni maktablarga berish va o'qituvchilar o'sha qaror qabul qila olishini rivojlantirish. Ikkinchisi, bizda juda ko'p urg'u, talantli, iqtidorli bir yoshlarga qaratiladi. Ya'ni masalan hozirgi kunda ham ma'lum bir olimpiadada yutganlarga muncha sovrin, masalan deylik tayyorlaganlarga va hokazo, deylik shuncha ko'p yaxshi ko'rishadi bizda sertifikat masalan olishni, qandaydir nimalarni. Albatta bu yaxshi taraflari bor, yoki masalan prezident maktablari bor. Bu ham iqtidorli o'quvchilar uchun, to'g'rimi? Yaxshi taraflari bor. Bu nima maqsadlarda qilinishi albatta tushunarli, lekin zamonaviy pedagogikada hozir inkluzivlik muhim hisoblanadi. Biz har bir o'quvchini, har bir insonni o'qitishimiz kerak. Har bir insonni imkoniyati bo'lishi kerak. Inkluzivlik deganda, masalan, nogironlar ham har xil. Inkluzivlik deganda bu jismoniy nogironligi bo'lishi mumkin. Bu learning disability deydi, ya'ni ta'lim olishdagi nima bir kimdir xotirasi pastroq bo'lishi mumkin, kimdir tezroq o'rganadi, kimdirga ko'proq vaqt kerak. Har xil nimalar bo'lishi mumkin. Neurodiversity deydi, masalan, disleksiya, ba'zi bir insonlar o'qishga qiynaladi. Disleksiya. Autistlarga sharoit yo'q deb eshitganman. Autizm, masalan, disgrafiya bor, ba'zi birlar yozishga qiynaladi. Bu ularning shu miya tuzilishini o'ziga xosligi.
bu kasallik emas, ya'ni shunday bir Shuni qabul qilish condition, kerak shunday uni. qilib qabul qilish kerak. Jamiyat o'zi, istalgan jamiyatda shunday insonlar ko'p. Har birimiz o'zi bir alohida individmiz. Hammamizni o'zimizga xos xususiyatlarimiz bor. Kuchli va boshqalardan ajralib turadigan xususiyatlarimiz bor. Hammani bir xil nima qilish bu noto'g'ri hisoblanadi. Hamma ham masalan o'sha olimpiadada yutvermaydi-yu, masalan, u millionning ichida bittasi bo'lishi mumkin, 10 tasi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Lekin biz har bir o'sha har bir bolani imkoniyatini ochib berishga harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun teach for all deydi. Har bir bola matters, every child matters. Ya'ni har bir bola individual. Biz unga mehr ko'rsatishimiz, empatiya ko'rsatishimiz, ya'ni uni nuqtai nazaridan va unga imkoniyatlar yaratib berib, uning potensialini ochishga harakat qilishimiz kerak deb o'ylayman. Uchinchisi, bu bilan bog'liq ham o'qituvchilarni attestatsiyasi, baholash. O'zi baholash tizimini isloh qilish kerak. Bizda yana attestatsiya deyilganda, ya'ni o'qituvchilarni, ya'ni Malaka oshirishmi? mana KPI deyil. Masalan, istalgan bir korxonada ishlasangiz, bu yaxshi xodim yoki yomon xodim deb nimaga kriteriya qanaqa mezonlarga asoslanadi, to'g'rimi? O'qituvchilarda ham attestatsiya degan tushuncha bor. O'sha masalan ular o'zini toifasini oshirish uchun attestatsiyadan o'tish kerak yoki o'sha qanchalik kasbga layoqatligini belgilashsa ham, masalan, o'sha attestatsiyalar, turli xil attestatsiyalar bo'lib turadi. Lekin ular ham ko'pincha testlarga asoslangan. Ya'ni o'zini fani bo'yicha test yoki pedagogika bo'yicha ham umuman, lekin test u. Masalan, lekin uni auditoriyada qanchalik u mehr ko'rsatyapti, qanchalik u jonini berib dars o'tyapti, o'zi dars o'tyaptimi, yo'qmi, masalan, buni baholaydigan mexanizmlar mavjud emas. Endi ko'p aytishadi, bu inson faktori, agar masalan kim ularni baholaydi, direktorga masalan doim ham ishona olmaymiz, masalan shuning uchun testlar bir qandaydir bir xolis mexanizm sifatida qabul qilishadi, lekin afsuski u masalan o'z fanini o'sha testlarni zo'r yechib keldi degani u yaxshi o'qituvchi degani emas-ku, to'g'rimi? Bir xillar o'z fanini zo'r biladi, lekin dars umuman berishni bilmaydi yoki bergisi kelmaydi yoki bermaydi ham. Masalan, o'zimiz ham esimda bor, maktabda bo'lardi, o'qituvchilar umuman nima deydi, dars qanday o'tib ketgan bo'lsa, u bu yoqdan gapiradi, shu bilan umuman oilasi to'g'risida gapirib beradi. O'zini hayoti haqida shunaqalar universitetda ham bo'lardi, masalan, to'g'rimi? Lekin o'z fanini zo'r biladigan bo'lishi mumkin, lekin dars berdi degani emas-ku. Mana shunga e'tibor berish kerak, ya'ni o'sha attestatsiya tizimini isloh qilish kerak deb o'ylayman. Chunki bu o'sha message beradi-da. Demak, men sertifikat olsam, IELTS olsam, masalan, attestatsiya savollari yechsam, demak, men yaxshi o'qituvchi ekanman deydi. Chunki oyligi oshadi uni, to'g'rimi? O'shanga qarab uni toifasi oshadi, nimasi oshadi. Lekin u anta borib haqiqatdan jonini berib dars bermasa, undan nima foyda? Shu noto'g'ri message ketadi-da insonlarga ham. Shuning uchun aynan o'sha sinfda dars berishga ko'p urg'uni berish kerak. To'rtinchisi, buning uchun tayyorlash, o'qituvchilarni tayyorlashga e'tibor berish kerak, ya'ni sifatli dasturlar bo'lishi kerak. Yaqinda bir universitetda o'quv dasturini olib analiz qilib chiqsam, u 4%ginasi bu metodika bo'yicha fanlar, ya'ni o'qitish bo'yicha. Qolgan hammasi masalan o'sha fan bu ingliz tili bo'yicha edi, lekin masalan boshqa fanlar ham xuddi shunaqa-da. Masalan, matematika o'qituvchisini yetishtirmoqchi bo'lsak, unga nafaqat matematika, unga qanday qilib o'qitishni o'rgatishimiz kerak. Bunga e'tibor berish kerak. Endi yana bitta savol. Nima maktab tizimida, universitet tizimida miyamizga singdirilib kelgan narsa bu tarbiya va ta'lim. Ta'lim va tarbiya. Tarbiya ta'lim tizimini uzluksiz bir bo'lagi degan qarash bor. Rektorlarimiz ham, prorektorlar ham gapirardi, buni bir xil partiya vakillari ham hozir ham gapirib keladi. Sizning fikringiz qanaqa? Va shu yashab kelgan davlatlarda qanaqa yondashuv? Tarbiya shu tizimni bir ta'lim tizimini bo'lagi bo'lish kerakmi? Albatta.
bizda negadir bizda bir xususiyati shunday, ya'ni tarbiya ham birga deb aytiladi, lekin bu istalgan davlatda shunday ham bo'ladi. Character shaping deyiladi, masalan, unga ham juda ko'p e'tibor beriladi, ya'ni o'sha xulq-atvorga, odobga, deylik, inson sifatida shakllanishiga, o'sha soft skillslar bu ham chunki o'sha tarbiya, to'g'rimi? Maktabda masalan Kanadada har oy qandaydir fazilatga yoki xulq-atvorga qaratilgan oylik bo'lardi. Masalan deylik, bu oy halollik, masalan deylik, to'g'ri so'zlik deylik, yoki mehribonlik, mehr ko'rsatish, masalan, mana shunday oyliklar bo'ladi. Bu oy ichida turli xil suhbatlar bo'ladi, hamma fanlarda. U faqat odobnoma darsida emas, hamma fan o'qituvchilari masalan bu haqida gapirishadi. Har xil deylik, o'quvchilar keyin bir roliklar, bir nimalar tayyorlaydi, prezentatsiyalar tayyorlaydi. Ya'ni doim gapirib kelishadi bu haqida, tarbiya haqida. Masalan, bullying haqida juda ko'p doim ularga tushuntirib kelinadi. Ya'ni zulm, tazyiq o'tkazish mumkin emasligi, ya'ni kimnidir ustidan kulish yoki masxara qilish va hokazolar haqida juda bunga va qattiq turishadi ham. Albatta nimalar, qoidalar albatta bor va ularga qat'iy rioya qilinadi. Ya'ni qaysi qoidani buzsa qanday oqibati bo'lishi ham oldindan yozib chiqiladi. Bunga doim e'tibor berishadi. Bu odamlar o'ylagandek masalan aytishadi, bemalol xohlaganini qiladi. Chet eldagi bolalar maktabda yo'q, unday emas. Albatta ular ham xulq-atvorga, odobga juda ham ko'p e'tibor berishadi. Va o'sha shaxsiy rivojlanish, aytganimizdek, soft skillslarni rivojlantirish hozir bilamiz, juda muhim. Universitetga kirishda ham u akademik nimadan ko'ra ham muvaffaqiyatdan aynan soft skills. Xuddi shunaqa ishda ham, to'g'rimi? Masalan, hozir ishga kimnidir qabul qilayotganingizda faqat bilimingiz yetarli emas. Masalan, zo'r joyda o'qib kelgan bo'lishingiz mumkin, lekin sizda o'sha soft skillslaringiz bo'lmasa, insonlar bilan muomala qilish. Endi soft skills deb aytamiz bizda, endi o'zbekchilikda nima deydi? Muomala, madaniyati bo'lishi, ya'ni boshqalar bilan birgalikda ishlash, o'zini o'zi boshqarish, xulq-atvor, odob, axloq, mana shular bo'lmasa, bu ish muvaffaqiyatga erishishi amri mahol. Shunga bitta misol keltirsam, job talk degan tushuncha bor-da, professorlarni ishga olayotganda katta auditoriyaga kelib, o'sha intervyuni o'rniga ular mana shunaqa qilib leksiya o'tib beradi. Bir bizning Minnesota universitetiga bitta doktorskini himoya qilgan, Princeton universitetida doktorligini himoya qilgan, Cambridge University Press'da kitobini chiqargan, mashhur jurnallarda publikatsiyalari bor-da, nashr qilgan maqolalarni, lekin oxiri bizning ham huquqimiz bor-da tanlashga. Professorlar biz ham so'rovnomaga javob beramiz. Oxiri o'sha bizning fakultetda boshlig'i bilan gaplashganimizda Princetonnikini olsanglar kerak deb men endi o'yladim, prestijiga qarab u o'qituvchi qaradi. Aynan shu bolani olmaymiz deydi. Nimaga desam, u shuncha publikatsiyasi bor desam, ko'rmadingmi, bizni professorlar savol beryapti-da, savolimizni eshitmay turib bizani urib tashlab, og'zimizga urib javob berishga harakat qilyapti. Madaniyat nuqtai nazaridan sal bu joy yetishmas ekan. Bizni nafaqat sizlarga o'qituvchi tanlaymiz, balki u biz bilan butun umr ishlaydi. Kollega bo'lamiz, qanaqa bu bilan muloqot qilamiz deb shunaqa fikr bildirishgan. Haqiqatda bu hamma ish joyida ham shunaqa, bizning universitetda ham shunaqa, baribir bu narsa kollegalar bilan nima qiladi, ya'ni biz bunday insonni o'zimizning jamoamizda ko'rishni xohlaymizmi yo'qmi? Chunki bu madaniyat shakllanadi baribir qandaydir bir birgalikda ishlash. Albatta. Yana bitta mavzu, hali tarbiya to'g'risida biz tizimli ravishda gapirib keladi deb aytdim. Bu masala gapirilmaydi, lekin agar nima deydi, siyosatshunos bo'lib bu savol bermasam, keyin men afsuslanib yuraman. Sizdan so'ray, nima deydi? Bizning ta'lim tizimimizda masalan bakalavr paytida milliy g'oya degan fanli bo'lardi. Demokratik jamiyat qurish, boshqa universitetda bilmadim, men o'qigan universitetda shunaqa fan bo'lardi. Ya'ni biz o'zgacha O'zbekiston o'zigacha demokratiyasini quramiz degan endi bir qaysidir safsatalarni tarqatishardi. Yoki davlatga yoqadigan
messajlarni jo'natishardi yoki tarix bu hamma universitetda bor, butun dunyoda ham bo'lsa kerak. Bor. Tarix orqali patriotizm, bizning vatanparvarligimizni uyg'otishardi. Kanadada yoki balki Britaniyada ham kuzatgandirsiz, shunaqa fanlar bormi? Hamma davlatda bor. Aha. Negadir bizda haqiqatan negadir shu negativ qandaydir nima uyg'otadigan bo'lib qolgan Aha. insonlarda. Balki juda ko'p bir urg'u berishganigami yoki bu o'zi nimalarni o'zi mos bo'lmagan odamlar dars bergani Aha. uchunmikan? Bo'lishi mumkin. Bular hamma nimada ichiga singdiriladi. Alohida fan bo'lmasa ham, masalan, u singdiriladi albatta har bir. Masalan, o'sha hattoki Kanadada ertalab doim madhiya bilan boshlanardi. Aha. Aha. Masalan, o'sha Kanada madhiyasi maktabda yangraydi. Bolalar turib o'rnidan eshitadi. Hattoki shu maktab yaqinida bo'lsangiz, to'xtashingiz kerak. Aha. Kim bo'lsa ham masalan hurmat Ha. yuzasidan yurmaydi. Hech kim hamma o'sha paytda to'xtaydi. Hatto mashinalar ham agar o'tayotgan bo'lsa eshitsa to'xtaydi masalan o'sha yerda. Bu ham bir hurmat. Hamma Bu o'zi o'sha fuqarolarni o'zidan kelib chiqayotgan tashabbusi u. yo'q, menimcha bu davlat majbur. Yo, men aytmoqchiman, ular masalan eslang, hokimlarni majburlashdi, ertalabdan madhiya qo'yib olib, soat 7 da hamma uxlayotgan paytda u qanaqadir negativ signal beradi-da bizga. U yoqda qanaqa u tashabbus o'zidan kelib chiqyapti, to'g'rimi? Muhabbat bo'lgani uchunmi yo? Endi siyosatshunossiz, endi bilmayman qanday buni singdirish mexanizmlari qandayligini ko'rib chiqish kerak. Lekin bu shunday nima bo'lsa kerak, lekin bu shunday qilinadiki, insonlar haqiqatda faxrlanadi va o'zini shu yurti bilan o'sha kamchiligini ham albatta tan olgan holda hech qaysi bir davlat ideal emas, yerda jannat yo'q degandek, hech qaysi bir nima, ayniqsa ta'lim tizimi ham hech qaysi bir davlatda 100% hamma mamnun bo'lgan nima yo'q. Hech qaysida bir davlatda, shu Angliya tizimida ham doim hamma, Kanadada ham ota-onalar doim norozi bo'ladi undan yoki bundan, masalan, bu tabiiy hol. Lekin shular bilan birgalikda hamma o'zi baribir ma'lum bir nimalarga davlat sifatida unga bir hurmat ko'rsatishi bu menimcha normal talab deb hisoblayman. Mana shunday bo'lgandagina keyinchalik uni xo'p men nima qila olaman shuni yaxshilashga, men qanday hissa qo'shayapman degan bir nimani shakllantirishimiz kerak haqiqatda. Faqat negativni ko'ravermasdan, ya'ni yaxshi taraflarini ham ko'rib va men nima hissa qo'sha olaman masalan degan, ya'ni o'sha masalan oq qog'oz qora nuqta qo'yib qo'ysa, odamlarga ko'rsatsa nima ko'ryapsiz desa, qora nuqta deydi, qora nuqta ko'ryapman deydi, atrof qog'ozni emas, ya'ni haqiqatdan yaxshi taraflariga ham, ya'ni o'sha munosabatni o'zgartirish, yaxshi taraflariga ham e'tibor berish va kamchiliklarni bekitmaslik, bu ham menimcha balki shuning uchundir bizda xuddi hamma narsa idealdek ko'rsatiladi-da, bir shu davlat telekanallari, bir shunday nimalar ham bor-ku. Emas, ya'ni kamchiliklar ham bor deb tan olinishi va har bir inson men nima qila olaman, keyin mana shuni mana bunaqa qilay deb o'ylash kerak deb o'ylayman. Endi oxirgi seksiya qanaqa tasavvur qilasiz? Intervyu blitsiz, ya'ni blitsiz haqida boramiz. Albatta blitz savollarimiz ham bor bizlarni. Tak, erishgan muvaffaqiyatlaringiz orasida siz uchun eng shaxsiy va qimmatlirog'i qaysi biri? Eng faxrlanadigan bir yutug'ingiz? Boshqalar bilan bo'lgan shu do'stlarim, hamkasblarim bilan mening munosabatlarim mening eng yutug'im deb o'ylayman. Yaxshi o'rnatgan munosabatlarim. So'nggi paytlarda qaysi fikringizni qayta ko'rib chiqdingiz? Bu juda qiyin. Kechagina bir shunga mayli misol aytaman. Bir o'zim uchun ustoz deb bilgan bor, britaniyalik Ruth Balayta, ko'p loyihalarda ishlaganmiz birga, u maslahatchi sifatida. Kecha bir bilan suhbatni eshitayotgan edim. Aytdiki, bir yangi nima sifatida bir P shaklida bor, sinfxonalarni masalan P shaklida qo'yish bir o'z vaqtida bir yangilik sifatida bo'lgan va menga ham yoqardi shunday nima qilish. Lekin ma'lum bir vaqtdan keyin o'ylab qoldimki,
bu o'quvchilarni qaytangi chegaralab qo'yar ekan. Ular bechoralarni devorga taqab qo'yamiz. O'zim bemalol xohlagan joyimga yurib va men ularni territoriyasiga qaytangi hamla qilayotgan ekanman. Men ularni territoriyasini olib qo'yayotgan ekanman deb aytgan edi. Bu haqiqatdan mana shu meni o'ylantirib qo'ydi. Va shu bilan birga meniki blitz bo'lmaydi. Yo'q, bemalol keng javob bersangiz ham bo'ladi. Savollarim blitz. Tushunarli. Va shu bilan birga bu ham madaniy bir xususiyatlari ham borki, hamkasbim bilan bu narsani muhokama qilayotgan edim. Masalan, shu chet ellik ustozlar e'tibor bergan bo'lsangiz, o'quvchi bilan, talaba bilan gaplashganda oldiga kelib, tizzaga cho'kkalab o'tirib gaplashadi. Ya'ni bitta pog'onada bo'lish uchun deyiladi. Ya'ni biz ko'rsatish uchun men sen bilan bir xilman masalan. Men sendan ustun emasman degan bir mesaj berish uchun. Lekin bizni madaniyatda bu sal g'alatiroq ko'rinadi. Masalan, oldingizga siz gaplashib turamiz, kimdir oldimizga kelib tizzasida cho'kkilab o'tirsa, biz qaytangi hurmatsizlik deb qabul qilishimiz mumkin. Ya'ni shu madaniy nimalarni ham e'tiborga olish kerak. Bu degani o'sha chet ellik bir zamonaviy metodikalarni shundoqqina olib kelib qo'yish emas. Ya'ni moslashtirish, o'zimizga bir to'g'ri keladiganlarni olish. Qiziq. Keyingi savol, agar hayotingizni kino deb tasavvur qilsak, qanaqa janr bo'lardi? Drama. Dramada, все-таки. Okay. Yaxshi ta'lim olish, nufuzli universitetda o'qish bu ruhiy boylikmi yoki ijtimoiy statusmi? Ikkalasi ham. Ikkalasi ham. Nimadan ilhomlanasiz? Yoki kimdan? Balki Hamkasblarimdan. hamkasblardan. O'zingizga eng ko'p beradigan savolingiz qaysi? Eng ko'p beradigan savolim shu narsani qaysi niyatda qilib, niyatim to'g'ridimi? Ya'ni shuni qilayotganda manmanlik uchun yoki kibr uchun qildimmi yoki shu narsa o'zim ko'p so'rayman. Ya'ni niyatim xolismidi degan savolni so'rayman. Okay. Agar imkon bo'lganda o'tmishingizdagi qaysi davrga qaytib Nodiraga qanday maslahat bergan bo'lardingiz o'zingizga? Qaysi davr va qanday maslahat? Kecha yana bir hamkasbim bilan shuni gapirishayotgan edik-ku, orqaga qaytishni o'zi xohlamagan bo'lardi edi. Ikkalamiz ham gapirishdik. Baribir insonni hayoti o'tdimi, ya'ni alhamdulillah, xudoga shukr shuncha o'tganiga, qiyinchiliklar bo'lgan albatta hammani hayotida va o'sha yoshlikdagi bir kechinmalar, masalan, shakllanish davrida masalan o'zi menga nima yoqadi, kim bo'lmoqchiman, nima qilishim kerak hayotda. Agar o'sha paytlarga qaytib bir maslahat beradigan bo'lsam, yoshlikdagi o'sha nima xavotirman, o'qituvchi bo'l degan maslahat berardim. Ikkilangan paytimda masalan shu yo'ldan qaytma degan bo'lardim. Har bir inson bu hayotga oliy missiya bilan keladi deyishadi. Sizni oliy missiyangiz nima bu hayotda? Allohning roziligi uchun hayot kechirish. Agar bugungi o'quvchilaringizga bitta jumla bilan murojaat qiladigan bo'lsangiz, qanaqa mesaj berardingiz ularga? Ilm olishdan to'xtamanglar. O'zingizni kechirishingiz qiyin bo'lgan bir voqea bo'lganmi? Qiyin savol. Yo'q, eslamasam kerak, chunki o'zi juda bir nima qiladigan odam emasman. Ya'ni xato qildim va shuni o'ylab yuradigan. Ba'zida bu kamchilik deb ham bilaman. Ya'ni bir juda katta bir e'tibor bermayman deylik. O'tdi. Bir kimnidir o'xshatishni nima qildim? Masalan, mashina haydab ketyapsiz, chuqurga tushdingiz va ketyapsiz. Agar faqat shu chuqur haqida o'ylayversangiz, yana shu boshqa chuqurga tushasiz. Shuning uchun, ya'ni hayotda davom ettirib, ya'ni oldingizdagi yo'lga fokusni qaratishingiz kerak. Lekin o'sha chuqurga tushdingizmi, siz undan to'g'ri xulosa chiqarishingiz kerak. Bo'lmasa yana chuqurlarga tushib ketaverasiz. To'g'ri xulosa chiqarish kerakmi? Har bir hayotimda bo'lgan xato albatta meniki. O'sha paytda demak shunday qaror qabul qilishimga
omillar bo'lgan, vaziyat shunday bo'lgan, men shunday o'ylaganman. Bu albatta oqibatlarini o'ylash va endi undoq qilsam bo'lardi, bundoq qilsam bo'lardi deyish, bu bilan odatda bu bilan shug'ullanmayman. Ya'ni oldinga qarash kerak. Qabul qildim. Qaysi savolni intervyuda eshitishni istamagan bo'lardingiz? Bilan mana shuni bermasa degan savol bo'lsa. Mana shu savollar, Mana faqat mendan emas, umuman ko'p intervyular bergansiz. Shunaqa savollar yoqtirmayman. Qaysi savolni kutyapsiz? Mana shu savolni yoqtirmayman. Qaysi savolni kutyapsiz? Yoki open spacesga mana shunaqa bitta savol bering, o'zingiz nomingizdan mana shunaqa savol bersa, shuni mazza qilib javob beraman. Aytolmas, yomon ko'raman savol. Yo'q, o'shancha sizga beryapman. Yo'q, bilmadim. Rahmat. Nodira Isomahamedova bo'ldilar. Vaqtingiz uchun kattakon rahmat. Rahmat.